Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar va opa-singillar, bugun biz yangi uzoq davom etadigan bir safarni boshlaymiz. Bu oddiy tarix emas, bu islomni bizgacha yetkazgan insonlar hayoti, ular sahobalar. Lekin o'ylab ko'rganmisiz, nega millionlab musulmonlar sahobalarning ismini hurmat bilan tilga oladi? Nima uchun ularning hayoti 1400 yildan beri o'rganiladi? Nega Qur'onda va sahih hadislarda ular maqtalgan? Bugungi qismda aynan shu savollarga javob topamiz. Avvalo, sahoba kim? Ulamolarning mashhur ta'rifiga ko'ra, sahoba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni iymon bilan ko'rgan, u zotga iymon keltirgan va musulmon holida vafot etgan kishidir. Demak, payg'ambarimizni ko'rishning o'zi kifoya emas. U kishiga iymon keltirish va shu iymon bilan vafot etish ham shart. Sahobalarning soni qancha bo'lgan? Aniq soni ma'lum emas, ammo tarixchilar payg'ambarimiz vafot etgan paytda 100 mingdan ortiq sahoba borligini zikr qiladilar. Ularning har biri islom tarixida o'z izini qoldirgan. Lekin nega aynan ular bunchalik ulug'? Chunki ular islomning eng og'ir davrida yashadilar. Makkada musulmon bo'lish boylik emas, aksincha azob, quvg'in va tahqir olib kelardi. Shunga qaramay ular iymonidan voz kechmadilar. Ba'zilari mol dunyosini tark etdi, ba'zilari yurtini tashlab hijrat qildi, ba'zilari ota-onasini, qarindoshlari bilan qarama-qarshi bo'lishga to'g'ri keldi. Ba'zilari esa Alloh yo'lida shahid bo'ldi. Qur'oni Karimda Alloh taolo sahobalar haqida shunday marhamat qiladi: Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Bu ulkan martabadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham sahobalarning fazilati haqida insonlarning eng yaxshisi mening asrimdagilardir. Keyin ulardan keyingilari, keyin ulardan keyingilari deganlar. Bu hadis sahih al-Buxoriy va sahih Muslim rivoyatlarida kelgan. Lekin sahobalar farishta emas edi. Ular ham xato qiladigan insonlar edi. Ammo ularning buyukligi shundaki, ular tavba qilishda, Allohga itoatda va Rasulullohga ergashishda boshqalarga o'rnak bo'ldilar. Bugun Qur'onni o'qiyotgan bo'lsak, hadislarni bilayotgan bo'lsak, namozni qanday o'qishni o'rgangan bo'lsak, buning sabablaridan biri sahobalarning fidoyiligidir. Ular ilmni saqlab, keyingi avlodlarga yetkazdilar. Shu sababli ularning hayotini o'rganish tarixni o'qish emas, balki o'z hayotimiz uchun ibrat olishdir. Bugun esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keyingi eng fazilatli insonlardan biri Abu Bakr as-Siddiqning hayoti haqida gaplashamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng yaqin do'sti kim edi? Hijrat paytida g'orda Rasululloh bilan birga bo'lgan inson kim edi? Islom yo'lida bor molini sarflagan sahoba kim edi? Bu savollarning javobi bitta inson: Abu Bakr roziyallohu anhu. Bolalik va yoshlik. Abu Bakr roziyallohu anhu Quraysh qabilasining hurmatli oilasida tug'ildi. U zotning asl ismlari Abdulloh ibn Abu Quhofa edi. Yoshligidan rostgo'y, halol va odobli inson sifatida tanilgan. Hatto islomdan oldingi davrda ham butlarga sajda qilmaganlari va mast qiluvchi ichimliklardan yiroq bo'lganlari haqida tarixiy rivoyatlarda zikr qilinadi. Savdo bilan shug'ullanar, halol mehnat qilib yashar va Makkadagi eng ishonchli kishilardan biri sifatida tanilardi. Islomni qabul qilishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelgach, islomni yashirin da'vat qilish boshlandi. Payg'ambarimiz Abu Bakr roziyallohu anhu ga islomni tushuntirdilar. Abu Bakr esa uzoq tortishmadi, mo'jiza talab qilmadi, dalil ustiga dalil so'ramadi. Rasulullohning rostgo'yligi bilganlari uchun darhol men guvohlik beramanki, siz Allohning rasulisizdir dedilar. Shu tariqa erkaklar orasida islomni birinchilardan bo'lib qabul qilgan ulug' sahobalardan bo'ldilar. As-Siddiq laqabi keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Isro va Me'roj mo'jizasini eshitgan mushriklar kulib, Abu Bakrning oldiga kelishdi. Ular: "Do'sting bir kechada Baytul Maqsidga borib, osmonga chiqib qaytdim" deb aytayapti dedilar. Abu Bakr esa hech ikkilanmay, "Agar buni Muhammad aytgan bo'lsa, demak bu haqiqatdir" dedilar. Mana shu qat'iy tasdiqlari sababli Rasululloh u zotga As-Siddiq, haqiqatni tasdiqlovchi degan sharafli laqabni berdilar. Islom uchun qilgan xizmatlari Abu Bakr roziyallohu anhu nafaqat o'zlari musulmon bo'ldilar, balki ko'plab insonlarning islomni qabul qilishiga sababchi bo'ldilar. Ularning da'vati orqali keyinchalik jannat bashorati berilgan sahobalardan bir nechtasi islomni qabul qilgan. Bu esa u zotning ulkan fazilatlaridan biridir. Alloh yo'lida molini sarflagan sahoba Abu Bakr roziyallohu anhu badavlat savdogar edilar, ammo u zot boylikni dunyo uchun emas, Alloh yo'lida ishlatdilar. Makkada musulmon qullar og'ir azoblarga duchor bo'lgan edi. Ulardan biri Bilol ibn Rabboh edi.
Bilal roziyallohu anhu issiq qum ustiga yotqizilib, ko'ksiga ulkan tosh qo'yilardi. Shunga qaramay u ahad, Alloh yagona deb iymonidan qaytmas edi. Buni ko'rgan Abu Bakr roziyallohu anhu uni sotib olib ozod qildilar. Shuningdek, yana bir necha musulmon qullarni ham ozod qilish uchun o'z boyliklarini sarfladilar. Otalari, nega kuchli qullarni emas, zaiflarni ozod qilyapsan deganlarida Abu Bakr, men buni faqat Allohning roziligi uchun qilyapman deb javob berganlari rivoyat qilinadi. Hijrat boshlanishi mushriklarning zulmi kuchaygach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilishga amr oldilar. Payg'ambarimiz hijratga aynan Abu Bakrni hamroh qilib tanladilar. Bu Abu Bakr uchun ulkan sharaf edi. U zot hijratga tayyorlab qo'ygan 2 tuyani olib keldilar va yo'lga chiqdilar. Savr g'orida voqea mushriklar Rasulullohni o'ldirish uchun izga tushdilar. Shunda Rasululloh va Abu Bakr Savr g'origa yashirindilar. Bir payt dushmanlar g'or og'zigacha kelib qolishdi. Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlari uchun emas, Rasulullohning xavfsizligi uchun xavotir oldilar va ey Allohning rasuli, agar ulardan bir oyoqlari ostiga qarasa, bizni ko'radi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurdilar: "Xafa bo'lma, albatta Alloh biz bilan birgadir." Bu voqea Qur'oni Karimning Tavba surasi 40-oyatda zikr qilingan. Allohning yordami bilan mushriklar ularni topa olmadilar va hijrat muvaffaqiyatli davom etdi. Biz uchun saboq Abu Bakr roziyallohu anhu shuni o'rgatadilar. Haqiqiy do'stlik Alloh yo'lida bo'ladi. Boylikning eng yaxshi ishlatilishi yaxshilik qilishdir. Eng og'ir sinovlarda ham Allohga tavakkul qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat har narsadan ustun bo'lishi lozim. Bu kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu dunyodan ketgan kunlari edi. Sahobalar uchun bu oddiy ayriliq emas edi. Chunki ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan, u zot bilan suhbatlashgan, u zotning so'zlarini eshitgan edilar. Ular uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlaridagi eng aziz inson edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oxirgi kunlari Rasulullohning kasalliklari kuchayganida sahobalar juda tashvishga tushdilar. U zot namozda imomlik qilish uchun Abu Bakr roziyallohu anhu niga buyurdilar. Bu buyruq Abu Bakrning ulkan fazilatlaridan biridir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida eng muhim ibodatlardan biri bo'lgan namozda u zotni o'z o'rniga qo'ygan edilar. Og'ir xabar. Bir kuni Madinaga og'ir xabar tarqaldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Bu xabar sahobalarga juda qattiq ta'sir qildi. Ba'zilari bu xabarga ishonishga qiynaldi. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu, kim Rasululloh vafot etdilar desa men uning oldiga chiqaman deganlari rivoyat qilinadi. Chunki ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni juda qattiq sevar edilar. Abu Bakr roziyallohu anhu uning matonati. Abu Bakr roziyallohu anhu bu xabarni eshitib keldilar. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib, u zotni ko'rdilar. So'ng odamlar oldiga chiqib, ummatga eng kerakli so'zlarni aytdilar. U zot Allohga hamd aytib dedilar: "Kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa bilsinki, Muhammad vafot etdilar. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, albatta Alloh tirikdir va hech qachon o'lmaydi." So'ng Qur'ondagi Oli Imron surasining 144-oyatni o'qidilar. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan. Bu so'zlar sahobalarga katta dalda bo'ldi. Buyuk saboq. Bu voqea bizga juda katta dars beradi. Abu Bakr roziyallohu anhu qayg'uga botgan bo'lsalar ham iymon va aql bilan ish tutdilar. U zot odamlarni bir inson bilan emas, balki Alloh bilan bog'ladilar. Chunki insonlar ketadi, ammo Allohning dini va haq yo'li bo'ladi. Abu Bakr roziyallohu anhuning sevgisi Abu Bakr roziyallohu anhu Rasulullohning sallallohu alayhi va sallamning ko'p sevgan insonlardan edilar. U zotning sevgisi faqat so'zda emas edi. U hijrat yonida bo'ldi. Molini islom uchun sarfladi. Qiyin kunlarda Rasulullohni himoya qildilar va eng og'ir kunda ummatni sabrga chaqirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyingi og'ir kunlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin musulmonlar katta sinovga duch keldilar. Chunki Rasululloh nafaqat payg'ambar, balki butun musulmonlarning rahbari edilar. Endi esa ummatga boshchilik qiladigan inson kerak edi. Sahobalar maslahatlashib Abu Bakr roziyallohu anhu ni xalifa qilib tanladilar. Bu oson vazifa emas edi. Chunki yangi davlat ichida turli muammolar paydo bo'la boshladi. Abu Bakrning birinchi xutbasi. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan odamlarga murojaat qilib dedilar: "Ey insonlar, men sizlarning ustingizga boshlab qilib qo'yildim. Holbuki men sizlardan yaxshiroq emasman.
u zot o'zlarini ulug'lamadilar. Aksincha, adolat va haqiqat bilan boshqarishga va'da berdilar. Ularning maqsadi mansab emas, Allohning roziligi edi. Murtadlarga qarshi kurash. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin ba'zi qabilalar islomdan qayta boshladilar. Ba'zilari zakot berishni rad etdilar. Abu Bakr roziyallohu anhu bu masalaga juda qat'iy qaradilar. U zot namoz bilan zakotni ajratadiganlarga qarshi kurashaman deganlar. Chunki islom faqat ayrim ibodatlardan emas, balki Allohning barcha buyruqlariga bo'ysunishdir. Qiyin qaror. Ba'zi sahobalar dastlab ehtiyotkorlik bilan qarashdi, ammo Abu Bakr roziyallohu anhu ning qat'iyligi va to'g'ri qarori bilan musulmonlar birlashdilar. Natijada islom jamiyati parchalanib ketishdan saqlandi. Qur'onni jamlash voqeasi yana bir buyuk xizmat. Qur'on oyatlarini jamlash ishlari ham Abu Bakr roziyallohu anhu davrida amalga oshirildi. Ba'zi janglarda Qur'on hofizlari shahid bo'lgach, Qur'onni bir joyga jamlash zarurati tug'ildi. Abu Bakr roziyallohu anhu bu mas'uliyatli ishni sahobalar bilan maslahatlashib amalga oshirdilar. Bu ish kelajak avlodlarga Qur'onni saqlab yetkazishda juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Biz uchun ibrat. Abu Bakr roziyallohu anhu hayoti bizga shuni o'rgatadi. Rahbarlik sharaf emas, mas'uliyat. Haq yo'lida qat'iyat kerak. Qiyin paytda ham Allohga tavakkul qilish lozim. Haqiqiy inson manfaat emas, ummat foydasini o'ylaydi. Buyuk xizmatlardan so'ng Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalik davrida juda katta mas'uliyatni ko'tardilar. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin ummatni birlashtirdilar. Islom jamiyatini himoya qildilar va Qur'onni jamlash ishlariga sababchi bo'ldilar. Lekin dunyodagi har bir inson kabi u zotning ham umr yo'llari yakuniga yetishi kerak edi. Oddiy hayot kechirgan rahbar Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lsalar ham kamtar hayot kechirdilar. Zot mansabdan foydalanib boylik orttirmadilar. Aksincha, xalqning haqqini saqlashga, adolat bilan hukm qilishga harakat qildilar. Ularning qalbida doimo Allohdan qo'rqish va oxiratni o'ylash bor edi. Umar roziyallohu anhu ga topshiriq. Abu Bakr roziyallohu anhu vafotlaridan oldin sahobalar bilan maslahatlashdilar va o'zlaridan keyingi rahbarlik masalasiga tartibni solishni istadilar. U zot Umar ibn al-Hattobni xalifalik uchun tavsiya qildilar. Chunki Umar roziyallohu anhu da kuchli iymon, adolat va mas'uliyat borligini bilardilar. Vafotlari Abu Bakr roziyallohu anhu hijriy 13-yilda vafot etdilar. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga dafn qilindilar. Bu u zotning hayotdagi eng katta orzularidan biri. Rasulullohga yaqin bo'lish sevgisining yana bir ko'rinishi edi. Abu Bakrning bizga qoldirgan saboqlari. Azizlar, Abu Bakr roziyallohu anhu ning hayotidan ko'p ibratlar olamiz. Birinchisi, haqiqiy do'stlik Alloh yo'lida bo'ladi. Ikkinchisi, iymon sinov payti bilinadi. Uchinchisi, haqiqatni bilgan inson unga qat'iy amal qiladi. To'rtinchi, rahbarlik odamlar ustidan hukmronlik qilish emas, ularga xizmat qilishdir. Xulosamiz esa Abu Bakr roziyallohu anhu oddiy inson edilar, lekin iymonlari, sadoqatlari va fidoyiliklari bilan tarixdagi eng buyuk insonlardan biriga aylandilar. U zotning hayoti bizga Allohga bog'langan qalb hech qachon yo'qolmaydi degan katta saboq beradi. Umar al-Xattob roziyallohu anhu haqida gaplashamiz. U zot tarixda adolat ramzi, kuchli iymon egasi va musulmonlarning ikkinchi xalifasi sifatida tanilganlar. Lekin bir savol bor. Qanday qilib islomga qarshi bo'lgan kuchli inson musulmonlarning eng buyuk himoyachilaridan biriga aylandi? Bugun shu savolga javob izlaymiz. Umar ibn al-Hattob kim edi? Umar ibn Hattob Quraysh qabilasidan bo'lganlar. U zot yoshligidan kuchli, jasur va qat'iyatli inson edilar. Ular savodli, aqlli va odamlar orasida obro'li kishilardan biri bo'lgan. Makkadagi Quraysh orasida elchilik kabi vazifalarni ham bajarganlari zikr qilinadi. Ammo o'sha davrda ular hali islomni qabul qilmagan edilar. Islomga qarshi turgan davri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada islomga da'vat boshlaganlarida ko'plab mushriklar bunga qarshi chiqdilar. Umar roziyallohu anhu ham dastlab islomga qarshi bo'lganlar. Ularning fikricha, yangi din Quraysh orasidagi tartibni o'zgartirib yuborayotgandek tuyulardi. Ammo Alloh kimni hidoyat qilishni xohlasa, uning qalbini ochadi. Umar roziyallohu anhu ning islomni qabul qilishi. Bir kuni Umar roziyallohu anhu juda katta g'azab bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borishga qaror qabul qildilar.
Yo'lda u kishiga singillari va kuyovlari ham islomni qabul qilgani haqida xabar berishdi. Ular singlisining uyiga bordilar. U yerda Qur'on oyatlari o'qilayotgan edi. Umar roziyallohu anhu Qur'on so'zlarini eshitdilar. Bu oyatlar u zotning qalbiga katta ta'sir qildi. Rivoyatlarda kelishicha, shu voqealardan keyin u zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib, islomni qabul qildilar. Umar musulmon bo'lgach, Umar roziyallohu anhu ning musulmon bo'lishlari musulmonlar uchun katta quvonch bo'ldi. Chunki ular kuchli, jasur va qo'rqmas inson edilar. Oldin musulmonlar ko'pincha yashirin ibodat qilgan bo'lsalar, Umar roziyallohu anhu islomni ochiq namoyon qilishga katta jasorat bilan hissa qo'shdilar. Biz uchun saboq. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ning hayoti bizga shuni o'rgatadi. Insonning kechagi holati uning kelajagini belgilamaydi. Alloh xohlasa qalblarni o'zgartiradi. Haqiqatni tanigan inson unga qat'iy ergashishi kerak. Kuch va jasorat Alloh yo'lida ishlatilsa, katta yaxshilikka sabab bo'ladi. Umar roziyallohu anhu iymon bilan o'zgargan inson. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu musulmon bo'lganlardan keyin butun hayotlarini Allohning roziligiga bag'ishladilar. Avval kuch va jasorat bilan tanilgan bo'lsalar, endi bu kuchlarni islomni himoya qilishga sarfladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar Umar roziyallohu anhu ning musulmon bo'lishida katta xursand bo'ldilar. Musulmonlarning ochiq ibodati, Umar roziyallohu anhu ning islomni qabul qilishlari musulmonlarga katta dalda berdi. Ular endi qo'rquv bilan emas, ko'proq jasorat bilan ibodat qila boshladilar. Umar roziyallohu anhu haqiqatni yashirmaydigan dadil insonlardan edilar. Hijrat voqeasi. Makka mushriklarining zulmi kuchayganida musulmonlarga Madinaga hijrat qilishga ruxsat berildi. Ko'plab musulmonlar yashirincha hijrat qildilar. Ammo Umar roziyallohu anhu qo'rqmasdan yo'lga chiqqanlari rivoyat qilinadi. U zotning maqsadi Allohning amriga bo'ysunish edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan yaqinligi Umar roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng yaqin sahobalaridan edilar. U zot ko'p masalalarda o'z fikrlarini bildirar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa u kishining fikrlarini qadrlardilar. Umar roziyallohu anhu ning kuchli farosatlari va haqni sevishlari mashhur edi. Farq qiluvchi laqab. Umar roziyallohu anhu haq va botilni ajratishda juda qat'iy edilar. Shu sababli u zotga Al-Faruq laqabi berilgani rivoyat qilinadi. Bu haq bilan botilni ajratuvchi degan ma'noni anglatadi. Bu biz uchun saboq. Umar roziyallohu anhu ning hayotidan kuch, agar Alloh yo'lida ishlatilsa katta ne'mat. Haqiqatni tanigan inson unga sodiq qolishi kerak. Jasorat faqat kuchda emas, haq tarafida turishda muhamdir. Iymon insonning butun hayotini o'zgartirishi mumkin. Abu Bakr roziyallohu anhu vafotlaridan oldin Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ni musulmonlarga rahbarlik qilish uchun tavsiya qildilar. Shunday qilib Umar roziyallohu anhu musulmonlarning ikkinchi xalifasi bo'ldilar. Bu oddiy mansab emas edi. Bu butun ummat oldidagi katta mas'uliyat edi. Oddiy hayot kechirgan xalifa Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lsalar ham hashamatli hayotni tanlamadilar. U zot xalqning holidan xabar olishni, muhtojlarni qo'llashni o'zlarining vazifasi deb bildilar. Ko'pincha kechalari odamlarning holini bilish uchun yurardilar. Chunki ular rahbar o'z xalqiga javobgardir degan tushunchada edilar. Adolatdagi buyuk namuna Umar roziyallohu anhu ning adolati juda mashhur bo'lgan. U zot yaqin insonlarga ham, oddiy odamlarga ham bir xil munosabatda bo'lardilar. Hukm chiqarishda qarindoshlik, boylik yoki mavqega qaramasdilar. Chunki ular uchun eng muhim narsa Allohning roziligi va haqiqat edi. Ochlik yili Umar roziyallohu anhu xalifalik qilgan davrda musulmonlar og'ir qiyinchilikka duch kelgan davr bo'lgan. U zot xalq qiynalayotgan paytda o'zlari ham oddiy hayot kechirdilar. Boshqalar to'q bo'lmagunigacha o'zlari yaxshi yashashni istamadilar. Bu rahbarning xalqiga bo'lgan mehrining namunasi edi. Umar roziyallohu anhu ning fazilati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar roziyallohu anhu ning iymoni va kuchli xarakterlarini ko'rib maqtaganlar. U zotning qalblarida Allohdan qo'rqish, adolat va haqiqatga muhabbat bor edi. Biz uchun saboq Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu hayotidan rahbarlik xizmatdir. Adolat hamma uchun bir xil bo'lishi kerak. Boylik emas, insonning amali qadrli. Kuchli inson ham Alloh oldida kamtar bo'lishi kerak. Islomning keng tarqalishi. Umar roziyallohu anhu xalifalik qilgan davrda musulmonlar davlati kengaydi. Ko'plab hududlarga islom xabari yetib bordi. Lekin bu kengayishning maqsadi faqat yer egallash emas edi. Musulmonlar adolat, tinchlik va Allohning dinini yetkazish mas'uliyatini ko'tarib bordilar. Tartib va boshqaruv.
Umar roziyallohu anhu faqat janglar bilan emas, balki davlat boshqaruvi bilan ham mashhur edilar. U zot tartibli boshqaruv tizimini yo'lga qo'ydilar. Qozilar va amaldorlarni tanlashga katta e'tibor berdilar. Xalqning haqqini himoya qilishga harakat qildilar. Ularning maqsadi adolatli jamiyat qurish edi. Umar roziyallohu anhuning qo'rquvi buyuk rahbar bo'lsalar ham Umar roziyallohu anhu Alloh oldidagi javobgarlikdan juda qo'rqar edilar. U zot Furot daryosi bo'yida bir tuya yo'qolsa ham Alloh mendan so'rashi mumkin degan mazmundagi so'zlari bilan mashhur bo'lganlar. Bu ularning mas'uliyatni qanday his qilganlarini ko'rsatadi. So'nggi sinov Umar roziyallohu anhu hayotlarining oxirgi kunlarida katta sinovga duch keldilar. Masjidda bomdod namozini o'qiyotgan paytda jarohat oldilar. Shundan keyin bir necha kun yashadilar. Bu kunlarda ham ular ummat haqida qayg'urardilar va ishlarni tartibga solishga harakat qilardilar. Umar roziyallohu anhuning vafoti Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu hijriy 23-yilda vafot etdilar. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr roziyallohu anhuning yo'llariga dafn qilindilar. Bu u zotning Rasulullohga bo'lgan muhabbatlari va yaqinliklarining yana bir belgisi edi. Biz uchun ibrat. Umar roziyallohu anhuning hayotida bizga adolat insonning eng katta ziynatlaridan biridir. Kuch va imkoniyat Alloh yo'lida ishlatilishi kerak. Rahbar odamlarning dardini his qilishi lozim. Haqiqiy buyuklik kamtarlik bilan bo'ladi. Islom tarixidagi eng hayoliy, sahiy va Qur'on yo'lida ulkan xizmat qilgan buyuk sahoba haqida gaplashamiz. U zot Usmon ibn Affon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotni juda yaxshi ko'rganlar. Hatto farishtalar ham u kishidan hayo qilishlari haqida sahih hadis rivoyat qilingan. Lekin nega Usmon roziyallohu anhu qanday inson edilar? Bugun shu savollarga javob topamiz. Boylik ichida ulg'aygan, ammo dunyoga berilmagan inson. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Quraysh qabilasining Banu Umayya urug'idan edilar. U zot badavlat savdogar bo'lib ulg'aydilar. Savdolari barakali edi. Lekin boylik u zotning qalbini egallamadi. U zot halol rizq topishga, kambag'allarga yordam berishga va odamlarga yaxshilik qilishga odatlangan edilar. Makkada u kishining rostgo'yligi va go'zal xulqi sababli hamma hurmat qilardi. Islomni qabul qilishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yashirin da'vat qilayotgan davrda Abu Bakr as-Siddiq roziyallohu anhu Usmon roziyallohu anhu ni islomga da'vat qildilar. Usmon roziyallohu anhu uzoq ikkilanmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rostgo'yligini bilganlari uchun islomni qabul qildilar. Shu tariqa ilk musulmonlardan bo'ldilar. Ammo bu qaror oson kechmadi. Qarindoshlari u zotni islomdan qaytarishga urindilar, bosim o'tkazdilar. Lekin Usmon roziyallohu anhu iymonlaridan voz kechmadilar. Ikki hijrat sohibi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga Habashistonga hijrat qilishga ruxsat berganlarida Usmon roziyallohu anhu ham hijrat qildilar. Keyinchalik esa Madinaga ham hijrat qildilar. Shu sababli u zot tarixda ikki hijrat qilgan sahobalardan biri sifatida ham tanilgan. Zunnurayn, ikki nur sohibi Usmon roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Ruqayya bint Muhammadga uylangan edilar. Ruqayya roziyallohu anha vafot etganlaridan so'ng esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkinchi qizlari Ummu Kulsum bint Muhammadni ham Usmon roziyallohu anhu ga nikohladilar. Shu sababli u zot Zunnurayn, ya'ni ikki nur sohibi degan sharafli laqabni oldilar. Bu sharaf boshqa hech bir sahobaga nasib etmagan. Hayot fazilati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Usmon roziyallohu anhu ning hayolari haqida shunday deganlar: "Men farishtalar hayo qiladigan kishidan hayo qilmaymi?" Bu hadis Sahih Muslimda rivoyat qilingan. Bu hadis Usmon roziyallohu anhu ning naqadar pokiza va odobli inson bo'lganlarini ko'rsatadi. Biz uchun ibrat. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning hayotidan olinadigan birinchi saboqlar: boylik insonni emas, inson boylikni boshqarishi kerak. Hayo mu'minning eng go'zal fazilatlaridan biridir. Haqiqatni topgan inson bosimlarga qaramay undan voz kechmasligi lozim. Halol rizq va saxovat insonni ulug'laydi. Bir savol haqida o'ylab ko'ring. Inson boyligini nimaga sarflasa, u eng qadrli bo'ladi. Usmon roziyallohu anhu ning hayoti bu savolga amaliy javobdir. Boylik sinov. Usmon roziyallohu anhu Makkaning eng boy savdogarlaridan biri edilar. Karvonlari uzoq mamlakatlarga borar, savdolari barakali bo'lardi. Lekin u zot boylikni emas, maqtanish uchun emas, Allohning roziligi uchun ishlatardilar. Har safar musulmonlar qiyinchilikka duch kelsa, Usmon roziyallohu anhu birinchi bo'lib yordam berishga shoshardilar.
Tabuk g'azoti Hijriy 9-yilda musulmonlar uchun juda og'ir safar boshlandi. Bu Tabuk g'azoti edi. Issiq havo, uzoq yo'l va oziq-ovqatning kamligi sababli musulmonlar qiyin ahvolda edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarni imkon qadar yordam berishga chaqirdilar. Shunda Usmon roziyallohu anhu juda katta ihson qildilar. Sahih rivoyatlarga kelishicha, u zot katta miqdorda mol-mulk, tuyalar va dinorlarni Alloh yo'lida ihson qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu saxovatdan mamnun bo'ldilar va Usmon roziyallohu anhu ning qilgan ihsonlarini maqtaganlar. Roma qudug'i Madinada ichimlik suvi muammosi bor edi. Bir quduq bor edi, ammo u xususiy mulk bo'lgani uchun odamlar suvni pulga olishardi. Usmon roziyallohu anhu bu quduqni sotib oldilar. So'ng uni barcha musulmonlar bepul foydalanishi uchun ihson qildilar. Bugungi kungacha bu voqea saxovatning eng go'zal namunalaridan biri sifatida eslanadi. Masjidni kengaytirish. Musulmonlar soni ortgani sari Masjid an-Nabaviy torlik qila boshladi. Usmon roziyallohu anhu masjid yonidagi yerlarni sotib olib, masjidni kengaytirishga yordam berdilar. U zot molini Allohning uyi uchun ayamadi. Biz uchun saboq. Usmon roziyallohu anhu ning hayoti bizga shuni o'rgatadi. Boylikning eng yaxshi joyi Alloh yo'lidagi ihsondir. Saxovat faqat ko'p pul berish emas, balki ixlos bilan yordam berishdir. Halol topilgan mol insonni jannatga yaqinlashtiradigan vosita bo'lishi mumkin. Alloh yo'lida qilingan yaxshilik hech qachon zoya ketmaydi. Aziz birodar va opa-singillar, bugun ham dunyoda ko'plab insonlar yordamga muhtoj. Har kim o'z imkoniga qarab yaxshilik qilishi mumkin. Ba'zan bir yaxshi so'z, bir duoning o'zi ham katta ihson bo'ladi. Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lishlari, Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu vafot etganlaridan so'ng sahobalar maslahatlashib Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ni musulmonlarning 3-xalifasi etib sayladilar. U zot juda kamtar, muloyim va dono rahbar edilar. Xalifalik davrining dastlabki yillarida musulmonlar davlati yanada kengaydi. Islom uzoq o'lkalarga yoyildi. Bir muammo paydo bo'ldi. Islom yangi hududlarga tarqalgani sari turli qabilalar va xalqlardan bo'lgan musulmonlar Qur'onni turli lahjalarda o'qiy boshladilar. Bu esa ayrim joylarda tortishuvlarga sabab bo'la boshladi. Sahobalar bu holat ummat borligiga zarar yetkazishdan xavotir oldilar. Dono qaror. Usmon roziyallohu anhu sahobalar bilan maslahatlashdilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida yozib qo'yilgan va Abu Bakr roziyallohu anhu davrida jamlangan Qur'on nusxasi asosida rasmiy mushaflar tayyorlashga buyruq berdilar. Bu ishni tajribali kotiblar va Qur'onni yod bilgan sahobalar amalga oshirdilar. Tayyorlangan mushaflar islomning turli hududlariga yuborildi. Shu tariqa musulmonlar Qur'onni bir xil matn asosida o'qiy boshladilar. Nega bu ish muhim edi? Agar bu ish qilinmaganida turli hududlarda o'qishdagi kelishmovchiliklar ko'payishi mumkin edi. Usmon roziyallohu anhu ning dono qarori bilan Allohning kalomi bir tartibda saqlanib qoldi. Shu sababli u zot islom tarixida Qur'onga xizmat qilgan eng buyuk rahbarlardan biri sifatida eslanadi. Kamtarlik. Usmon roziyallohu anhu buyuk xalifa bo'lsalar ham oddiy hayot kechirar edilar. U zot boylik va hokimiyat bilan maqtanmas, ko'p vaqtlarini Qur'on tilovati va ibodat bilan o'tkazardilar. Ularning hayo, muloyimlik va sabrlari ko'plab insonlarga o'rnak bo'lgan. Biz uchun saboq. Usmon roziyallohu anhu ning hayotidan oladigan saboqlar. Qur'onni o'rganish va unga amal qilish har bir musulmon uchun sharafdir. Birlikni saqlash islomning muhim qadriyatlaridan biridir. Rahbar muammolarni donolik va maslahat bilan hal qilish kerak. Kamtarlik insonni yanada ulug' qiladi. Aziz birodar va opa-singillar, bugun qo'limizdagi Qur'onni hurmat bilan o'qiyotgan bo'lsak, bu yo'lda sahobalarning jumladan Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning xizmatlari juda ulkan bo'lganini unutmasligimiz lozim. U zotning hayotlaridagi eng og'ir sinov, fitna davri haqida gaplashamiz. Bu voqealar islom tarixidagi qayg'uli sahifalardan biridir. Shuning uchun bu mavzuda gapirganda ehtiyotkor bo'lish, sahobalar haqida faqat hurmat bilan so'zlash va sahih tarixiy manbalarga tayanish muhim. Fitnaning boshlanishi. Usmon roziyallohu anhu xalifalik qilgan yillarining oxirlarida ayrim hududlarda noroziliklar paydo bo'ldi. Turli mishmishlar, yolg'on xabarlar va ig'volar tarqaldi.
Bu fitnalar sabab ba'zi odamlar Madinaga kelib xalifadan ayrim talablarni qo'ya boshladilar. Usmon roziyallohu anhu esa maslahalarni tinch yo'l bilan hal qilishni istadilar. U zot musulmon qoni to'kilishini aslo xohlamas edilar. Sabr va matonat. Ba'zi sahobalar fitnachilarga qarshi kurashishni taklif qildilar. Lekin Usmon roziyallohu anhu men sababchi bo'lib musulmon qoni to'kilishini istamayman degan mazmundagi qarorni tanladilar. U zot sabr qilishni afzal ko'rdilar. Bu qaror oson emas edi, ammo u zot ummat borligini hamma narsadan ustun qo'ydilar. Oxirgi kunlari fitnachilar Usmon roziyallohu anhu ning uylariga qurshab oldilar. U zot ro'za tutgan holda ko'p vaqtlarini Qur'on tilovati bilan o'tkazardilar. Rivoyatlarda kelishicha, oxirgi kunlarida ham u zotning qalblari Allohning kalomi bilan mashg'ul edi. Nihoyat fitnachilar uyga bostirib kirib, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ni shahid qildilar. Bu voqea musulmonlar uchun juda katta musibat bo'ldi. Buyuk meros. Usmon roziyallohu anhu ning umr yo'llari yakunlandi, ammo u zot qoldirgan meros bugungi kungacha yashab kelmoqda. Har safar Qur'onni qo'limizga olganimizda uni saqlash yo'lida xizmat qilgan sahobalarni, jumladan Usmon roziyallohu anhu ni ham eslashimiz kerak. Saxovat, hayo, sabr va Qur'onga muhabbat, mana shu fazilatlar u zotning hayotlarini bezab turgan edi. Biz uchun saboq, Usmon roziyallohu anhu ning hayotidan oladigan ibratlar. Fitna va mishmishlarga ergashmaslik kerak. Musulmonlar birligini asrash juda muhim. Qur'on bilan yashagan qalb eng baxtli qalbdir. Sabr ba'zan insonning eng katta quroliga aylanadi. Aziz birodar va opa-singillar, shu bilan 3-Roshid xalifa Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ning muborak hayotlari haqidagi qissamiz yakunlandi. Endi esa islom tarixidagi eng ilmli, eng jasur va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng yaqin insonlardan biri haqida suhbatni boshlaymiz. O zot Ali ibn Abu Talib, Ali roziyallohu anhu nafaqat buyuk sahoba, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakivachchalari va keyinchalik kuyovlar ham edilar. Lekin o zotning hayoti qanday boshlangan? Nega tarix ularni jasorat timsoli sifatida eslaydi? Bolalik yillari Ali roziyallohu anhu Makkada Banu Hoshim xonadonida tug'ildilar. Otalari Abu Talib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bolaliklaridan himoya qilgan insonlardan edi. Makkada qurg'oqchilik va iqtisodiy qiyinchilik kuchaygan paytda Rasululloh Ali roziyallohu anhu ni o'z uylariga olib, tarbiyalari ostida voyaga yetkazdilar. Shunday qilib Ali roziyallohu anhu bolaliklaridanoq Rasulullohning odoblari, rostgo'yliklari va go'zal axloqlarini ko'rib ulg'aydilar. Islomni qabul qilishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy nozil bo'lgach, islom dastlab yashirin ravishda da'vat qilina boshladi. Ali roziyallohu anhu hali yosh bo'lishlariga qaramay Rasulullohning da'vatini qabul qildilar. O zot ilk musulmonlardan biri bo'ldilar. Yosh bo'lishlariga qaramay iymonlarida mustahkam turdilar va Allohning dinini himoya qilishga bel bog'ladilar. Rasulullohga muhabbat. Ali roziyallohu anhu Rasulullohni juda qattiq sevar edilar. O zot har doim payg'ambarimizning yo'llarida bo'lishga intilar, ilm o'rganar va har bir so'zlarini diqqat bilan eshitardilar. Shu sababli keyinchalik sahobalar orasida ilm va hikmatlari bilan mashhur bo'ldilar. Hijrat kechasidagi jasorat. Mushriklar Rasulullohni o'ldirish uchun uylarini qurshab olgan mashhur hijrat kechasi keldi. Rasulullohni Madinaga hijrat qilishlari kerak edi. Ammo mushriklar u zotning uylaridan chiqishi bilan hujum qilishni rejalashtirgan edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali roziyallohu anhu dan o'z o'rinlarida yotishni so'radilar. Bu juda katta xavf edi. Ali roziyallohu anhu esa bir zum ham ikkilanmadilar. U zot Rasulullohning omon qolishlari uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishga rozi bo'ldilar. Bu voqea Ali roziyallohu anhu ning Allohga va rasuliga bo'lgan cheksiz muhabbatining yorqin namunasi edi. Ertasi kuni mushriklar uyga bostirib kirganlarida to'shakda Rasulullohni emas, Ali roziyallohu anhu ni ko'rdilar. Shu tariqa Alloh taolo Rasulullohni hijrat safarida asradi. Biz uchun ibrat. Ali roziyallohu anhu ning yoshligidan oladigan saboqlar. Yosh bo'lish yaxshilik qilishga to'sqinlik qilmaydi. Rasulullohning tarbiyasi insonni buyuk qiladi. Haqiqiy jasorat Alloh yo'lida qo'rquvni yengishdir. Ilm va odob insonning eng katta boyligidir.
Aziz birodarlar va opa-singillar, Ali roziyallohu anhu hali juda yosh bo'lsalar ham islom tarixida o'chmas iz qoldirdilar. Bu esa bizga yoshligimizni ilm, ibodat va ezgu amallar bilan bezash kerakligini eslatadi. Rasulullohning ilm tarbiyasi. Ali roziyallohu anhu Rasulullohning yo'llarida ulg'ayganlari uchun Qur'on va sunnatni chuqur o'rgandilar. Har bir oyat nozil bo'lganda uni diqqat bilan eshitar va ma'nosini tushunishga harakat qilardilar. Sahobalar murakkab masalalarda ko'pincha Ali roziyallohu anhu ning fikrlarini tinglar edilar. U zot shoshqaloqlik bilan emas, ilm va dadil bilan hukm chiqarishga intilardilar. Kamtarlik shuncha ilm va fazilatga ega bo'lsalar ham Ali roziyallohu anhu o'zlarini boshqalardan ustun qo'ymas edilar. Oddiy kiyinar, kambag'allar bilan birga o'tirar va insonlarni hurmat bilan tinglar edilar. Ozodning nazarida insonning qadri boyligi bilan emas, taqvosi bilan o'lchanardi. Adolat. Ali roziyallohu anhu adolatni juda yaxshi ko'rar edilar. Do'stiga ham, begona odamga ham bir xil mezon bilan qarardilar. Biror masalada hukm chiqarishdan oldin dalilni tinglar, shoshilib qaror chiqarmas edilar. Bu fazilat keyinchalik xalifalik davrlarida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Ibodatga muhabbat. Ali roziyallohu anhu Qur'on tilovatini va tungi ibodatni yaxshi ko'rar edilar. Qiyin kunlarda ham Allohni zikr qilishni tark etmasdilar. U zotning kuchi faqat qilichlariда emas, balki Alloh bilan bo'lgan mustahkam aloqalarida edi. Dono nasihatlar. Ali roziyallohu anhu dan ko'plab hikmatli nasihatlar rivoya qilingan. U zot ilmning qadrini, rostgo'yligini, sabrni va taqvoni doimo ulug'laganlar. Shuning uchun musulmonlar u zotni nafaqat jasur jangchi, balki buyuk olim va dono inson sifatida ham hurmat qiladilar. Biz uchun saboq. Ali roziyallohu anhu ning hayotidan oladigan ibratlar. Ilm insonni yuksaltiradi. Adolat har qanday vaziyatda saqlanishi kerak. Kamtarlik buyuk insonning bezagidir. Alloh bilan aloqani mustahkam qilish qalbga xotirjamlik beradi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu bizga kuch va ilm birlashganda qanday ulug' inson shakllanishini amalda ko'rsatib berdilar. Bu mavzu islom tarixidagi nozik masalalardan biridir. Shuning uchun biz sahobalarning barchasi haqida hurmat bilan so'zlaymiz va tarixiy voqealarni fitna qo'zg'atmasdan bayon qilamiz. Xalifa etib saylanishlari. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu vafot etganlaridan keyin Madinadagi ko'plab sahobalar Ali roziyallohu anhu ga bay'at berdilar. Ali roziyallohu anhu bu vazifani osonlik bilan qabul qilmadilar. U zot bu mas'uliyatning naqadar og'ir ekanini yaxshi bilardilar. Ammo musulmonlar rahbarsiz qolmasligi uchun bu vazifani zimmasiga oldilar. Og'ir vaziyat. Ali roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda musulmonlar orasida fitna va kelishmovchiliklar kuchaygan edi. U zotning eng katta maqsadi musulmonlarni yanada birlashtirish va adolatni tiklash edi. Lekin vaziyat nihoyatda murakkab bo'lgani uchun barcha muammolarni darhol hal qilishning imkoni yo'q edi. Adolatdan chekinmadilar. Ali roziyallohu anhu qaror chiqarishda qarindoshlik yoki manfaatni emas, haqiqatni mezon qildilar. U zot davlat molini ehtiyot qilar, hech kimga nohaq imtiyoz bermas edilar. Kambag'allar va muhtojlarning haq-huquqini himoya qilishga alohida e'tibor qaratdilar. Ilm va hikmat. Xalifalik davrida ham Ali roziyallohu anhu ilm o'rgatishni davom ettirdilar. Ko'plab tobeinlar va yosh musulmonlar u zotdan Qur'on, fiqh va hikmat o'rgandilar. Ularning dono javoblari va chuqur tafakkurlari musulmonlar orasida mashhur edi. Biz uchun saboq. Ali roziyallohu anhu ning bu davrdagi hayotidan quyidagi saboqlarni olamiz. Qiyin vaziyatlarda sabr va hikmat bilan ish tutish kerak. Rahbarlikning vazifasi adolatni saqlashdir. Fitna paytida musulmonlar birligini asrash juda muhim. Ilm va taqvo insonni to'g'ri yo'lda ushlab turadi. Aziz birodarlar va opa-singillar, Ali roziyallohu anhu hayotlari davomida ko'plab sinovlarni boshdan kechirdilar. Ammo u zot har doim Allohga roziligini birinchi o'ringa qo'ydilar. Bu islom tarixidagi qayg'uli voqealardan biridir. Fitnalar davom etayotgan paytda Ali roziyallohu anhu xalifalik qilgan yillarda musulmonlar orasidagi ichki nizolar hali to'liq tugamagan edi. U zot imkon qadar adolatni tiklashga, musulmonlarni yarashtirishga va ummat birligini saqlashga harakat qildilar. Har bir qarorlarida Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishni maqsad qildilar. So'nggi tong. Bir kuni Ali roziyallohu anhu Bamdod namozini o'qish uchun masjidga yo'l oldilar. Shu yerda ularga hujum qilindi va og'ir jarohat oldilar. Jarohatlari og'ir bo'lsa ham, u zot sabr qildilar va Allohning taqdiriga rozi bo'ldilar. Vasiyatlari.
Rivoyatlarda kelishicha, Ali roziyallohu anhu yaqinlariga Allohdan qo'rqishni, namozni mustahkam tutishni va insonlarga zulm qilmaslikni vasiyat qilganlar. Shuningdek, yetimlarga g'amxo'rlik qilishni, qarindoshlik rishtalarini uzmaslik va musulmonlar o'rtasida adolatni saqlashga chaqirdilar. Bu vasiyatlar bugungi musulmonlar uchun juda muhim katta nasihatdir. Vafotlari esa Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu hijriy 40-yilda vafot etdilar. U zot umrlarini islom yo'lida xizmat qilish, ilm tarqatish va adolatni qaror toptirish uchun sarfladilar. Bugun ham musulmonlar o'z zotni jasoratlari, ilmlari va taqvolari bilan eslaydilar. Buyuk meros. Ali roziyallohu anhu bizga qoldirgan meros faqat tarix emas. Bu ilmga muhabbat, bu adolat, bu sabr, bu Allohga tavakkul, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga cheksiz muhabbat. Ana shu fazilatlar o'z zotni tarixdagi eng ulug' sahobalardan biriga aylantirdi. Biz uchun ibrat. Aziz birodar va opa-singillar, 4 Roshid xalifaning hayotiga nazar tashlasak, ularning barchasida umumiy fazilatlarni ko'ramiz. Kuchli iymon, Rasulullohga sadoqat, adolat, kamtarlik, saxovat, sabr, ilmga muhabbat. Aynan shu fazilatlar ularni dunyodagi eng yaxshi avlodlardan qildi. Shu bilan birga Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu, Osmon ibn Affon roziyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu haqidagi asosiy qissalarimiz yakunlandi. Biz Qur'on va sahih hadislarda kelgan manbalarni siz bilan ulashamiz. Siz esa obuna bo'lishni esdan chiqarmang va kuzatishda davom eting.